Muşnudek hammamiz yoqtirib yeydigan shakarlik pechenlarni oilada qilish nihoyat oson. Ham oilamiz ba'zan narsalar bilan qig'ildi. Ham diqqatingiz mayaqda olsin. Avval qachiga 3 tal tuxum chekib, rosa bir aralashtirib olgandan keyin 80 gram oq shakar tayyorlab, buni 3 ga bo'lib, azozdan to'kib aralashtiramiz. Cho'qim savarchanlik bilan shakar to'liq erib bo'lguncha aralashtirishimiz kerak. Hemen shakam erib tayyor bo'ldi. Endi buning ustiga 150 gram kalsiyumni qo'yib, yana davomli bir aralashtirib olib, endi biz muvofiq miqdorda un olib, azozdan aralashtirib chelishni boshlasak bo'ldi. Unning miqdorini amli avval qarab, quyuqligi quyuqroq bir un boshdan shaklga kelgandan keyin 6 gram powder solamiz. Ailemizde bu bo'lmaganda suda ishlatsak bo'ladi. Bunun bir aralashtirib olgandan keyin ikkinchi qatim un to'kishni boshlaymiz. Bu qatim amli ahvol qarab, azozdan qo'yib toki xamir oltigacha to'kamiz. Qilib olgan xamirimizning bo'shchiqligi pek changma emas, normal holatda bo'lgandan keyin buni yem yo'g'ib 10 minut atrofida tindirib olamiz. Endi biz no'g'ich orqali xamirimizni yevilishni boshlasak bo'ldi. Yeyib bo'lgandan keyin qilliqini mana mushalatda qilsak bo'ldi. Ko'rib mishakaldan tordoshlar, qo'llash yuzidan ekranni qo'shtirib yurakdan birini berasizlar, rahmat. Ondan shaklini qanday qilg'imiz kelsa, oilada abrak qilibdan mushtaq shakl chiqarib kesib olsak bo'ldi. Hammasini mushundaq kesib olgandan keyin buni bir shakarga milib etib, ondan duxovkani 10 minut burun qizitib olgandan keyin usti ostini 180 gradus tanshab yarim soat atrofida pishirib olsak pishib chiqadi. Og'ir tushungan ayollarning o'qasman bevosita qilsam bo'ldi. Qo'llash yuzidan